SCP jamg'armasi dunyodagi eng xavfli, noodatiy va anomaliyali mavjudotlarni kuzatadi. Ulardan ba'zilarini hatto nomini aytish ham mumkin emas. Xuddi siz sezganingizdek, gap SCP-096 uyatchan yigit haqida ketmoqda. Uyatchan yigit. Ushbu anomaliya SCP jamg'armasidagi eng xavfli anomaliyalardan biri bo'lib qoladi. SCP-096 Euklid toifasiga kiritilgan, ya'ni xulqini oldindan bilib bo'lmaydi. U odatiy holatda tinch, lekin ishga tushganda uni hech narsa to'xtatib bo'lmaydi. SCP tashkilotining bir qat'iy qoidasi bor. Hech qachon SCP-096 ning ko'zlariga qaramang. Uning ko'zlari bo'm-bo'sh, qop-qora. U taxminan 2 metr baland, qo'llari g'ayratabiiy darajada uzun, teri rangsiz, go'yo hech qachon qon oqmagan. Odatda u soatlab, kunlab xaratsa katsiz o'tiradi. Boshini egib, yuzini qo'llari bilan yopib, ammo bitta qoida bor. Agar kimdir SCP-096 ning yuzini ko'rsa, u o'ladi. Keling, men sizga SCP-096 haqida bir ayanchli hikoya aytib beraman. Antarktida, sovuq, jimlik, faqat shamol va muzning g'ichirlashi. Bir guruh tadqiqotchilar sun'iy yo'ldosh suratlarini tekshiradi. Oddiy vazifa relyef o'zgarishini o'rganish. Birdan bittasi to'xtab qoldi. Bu nima? Ekranda tog'lar, oq muz va uzoqda, juda uzoqda kichkina qora nuqta. Rasm yaqinlashtirdi. Bu yuz edi. Ko'zlar, og'iz insoniga o'xshamagan, ammo tirik. Faqat 4 ta piksel, ammo bu yetarli edi. SCP-096 joylashgan kamera ichida harorat o'zgarmadi. Bosim o'zgarmadi, lekin ovoz paydo bo'ldi. Avval past, xiralash, keyin yig'i va oddiy yig'i emas edi. Bu oddiy yig'i emas edi. U azobdan chiqqan ovoz, go'yo 1000 yil yolg'izlikda qolgan mavjudotning faryodi. U boshini devorga urdi, qo'llari bilan yuzini qattiqroq yopdi. Sensorlar shuni qayd etdi. SCP-096 faollashdi. Jamg'arma darhol karantin e'lon qildi. Qizil chiroqlar, signal, ammo kech edi. SCP-096 birdan tirik turdi. U qichqirib devorlarni titratdi. Temir eshiklar egildi. U harakatlana boshladi. Tezlik noma'lum. U devorlarni sirdirdi. Polni yorib o'tdi. Masofa unga to'sqinlik qilmadi. U bitta narsani bilardi. Kimdir uni ko'rdi. Tadqiqotchi Erik Menderson. U suratga qaragan edi. U buni bilmasdi. U hatto SCP-096 haqida to'liq ma'lumotga ega emasdi. U uyda edi, xonasi qorong'u, soat tungi 2:17. Birdan itlar hurishni boshladi. Keyin esa jimlik. Deraza titradi. Erik yuragi tez ura boshladi. Nima uchundir u yig'layotgan ovozni eshitdi. Yig'i yaqinlashardi. Devor yorildi. U ko'rdi. Oppoq qo'l, uzun barmoqlar va nihoyat yuz. Ko'zlar nafrat azobga to'la, og'iz qichqiriq ichida qichqirib. U to'xtamadi. SCP-096 to'xtadi. Jamg'arma kameralarida faqat bitta narsani qayd etdi. 12 soniya qichqiriq va sukut. Erikdan hech narsa qolmadi. SCP jamg'armasi xulosasi qisqa bo'ldi. SCP-096 ni ko'rgan har qanday inson yo'q qilinadi. Uni to'xtatish mumkin emas. Uni yashirish yagona chora. SCP-096 uyatchan yigit. U haqidagi qisqacha hikoya edi. SCP-096. Shuning uchun, agar qorong'uda nimanidir sizdan yuzini yashirayotgandek tuyulsa, agar rasmda g'alati siluetni ko'rsangiz, agar kimdir yig'layotganini eshitsangiz, qaramang. Chunki SCP-096 sizni allaqachon sezgan bo'lishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, iltimos mehnatimizni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va yana qanday SCP hikoyalarini eshitishni ham kommentariyalarda yozib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bir narsani unutmang. Hech qachon qaramang.